حي على الصلاة. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا تنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا تنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا تنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا تنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli va rahmati bilan mana Laylatul Qadr kechasiga o'tadigan kunda ko'rib turganlaridek minglagan yosh go'daklar, bularning orasida yarmidan ko'prog'i yetim bolalar. Bizlar ham Muray Qadar xayriya fondi olarak ushbu katta bir iftorlik dasturxoniga o'z hissamizni qo'shayotganimiz uchun Allohga hamd aytamiz. Bilasizlarki, mana bu yerda Suriyada qanchalagan yetimlar bor, qanchalagan faqir oilalar bor. Bizlar ham mana bu iftorlik dasturxoniga o'z hissamizni qo'shib, ehson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimiz nomidan ushbu dasturxonga hissamizni qo'shyapmiz. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan barchadan rozi bo'lsin. Shunday ulug' kunlarda, shunday muborak Ramazon oyining ulug' kunlarida yetimlarni xursand qilayotgan, shunday faqirlarni, yosh bolalarni xursand qilayotgan birodarlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin va ushbu muborak Ramazon oyidan gunohlardan mag'firat bo'lgan holatda chiqishligini Alloh taolo nasib aylagan bo'lsin. Agar sizlar ham shunday og'ir sharoitlarda yashayotgan yetimlarga, faqirlarga yordam berishni istasanglar, muborak Ramazon oyidan keyin ham ularni xursand qilishni istasanglar, bizning aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Mana muborak Ramazon oyini, 11 oyning sultoni bo'lgan Ramazon oyini ham tugatyapmiz, nihoyasiga yetdik. Kelib kelayotgan hayit bayrami barcha islom ummatiga muborak bo'lsin. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Mana Allohga hamd bo'lsin. Bugun Laylatul Qadrni kechasida, ya'ni 26 dan 27ga o'tar kechasida ko'rib turganlaridek iftorlik dasturxonimizni avvalo Alloh taoloning fazli va rahmati bilan va ehsonkor aka-uka, opa-singillarimizni ehsonlari bilan ushbu dasturxonni ochdik va albatta birodarlarimizni yordamlari bilan ochdik. Alloh taolo shunday muray qalblarni, yetimlarni, shunday faqir yosh yuraklarni xursand qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Ularni ushbu amali sababli Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Bugungi kunimizni ham mana shunday yakunlaymiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan rozi bo'lsin. Alloh taolo ushbu muborak Ramazon oyida tutgan ro'zalarimizni, qilgan amallarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.